Do'stlar, sizlar bilan Mister va bu safargi video esa Galem epik narsa sotadi. Xo'sh, qani skinimga e'tibor bermaysizlar. Stiv bo'lib qopti, endi to'g'ri tushunasizlar. Qani ketdik. Birinchi qiladigan ishimiz esa daraxt chopish bo'ladi. Keyin esa ovqat to'plash, tosh bo'lmaydi shekilli, chunki biz toshli bo'lamiz. Spam bo'ldik, xo'sh. Qani kovlashni boshladik. Xo'sh, Galem tog'a qanday epik narsalar sotadi, hammasini bilishimiz kerak. Eng qizig'i nimani evaziga sotadi, shunisi qiziq. Xo'sh, har doimgidek qalqon mod. Sal tomog'im og'riyapti, nega bilmayman. To'g'ri tushunasizlar, picha yo'talish bo'ladi endi. Xo'sh, bo'ldi. Bitta bo'lsa ham bor. Qani tosh kavlab, sekin-asta kuchayib qishloq topishimiz kerak. Menimcha qishloq bilan ozroqgina muammo bo'lsa kerak. Chunki biz bunday o'rmonli joydan spam bo'lamiz, bu tomondan chiqib qolmasa agar qishloq. Yana bilmasam. Xo'sh. Ana bu safar esa men cheat ishlatmayman. Aytmoqchimanki, ko'p marta videolarning oxirida Game Mod kreativ cheatini ishlataman. Chunki ajdar asabimga o'ynaydi, shuning uchun. Endi esa cheat ishlatmaslikka harakat qilaman. Toshni esa ko'proq qazib olishim kerak. Va men yangicha video ham qo'ymoqchiman. Epik narsa yoki hardcore yoki horror emas. O video menda bir mod bor, aslahalar modi degan. Xuddi o'sha moddagi barcha aslahalarni yasamoqchiman survivalda. Faqat sizlardan bittanisi obuna va like kutib qolaman. Ko'p marta ko'rganman, Kayzon videolariga ham shu Galem anov bilan savdolashadi. Sandim ashkasim dedim. Ko'p marta Galem tog'a loy bilan savdolashgan ko'rganman. Yo loy, yo zumrad bilan. Xo'sh. Joylashdi. Toshimiz qancha bor ekan? Bo'ldi bu. Endi esa birinchi qiladigan ishimiz qo'ylarni o'ldirib ovqat olish. Xo'sh, ketdi. Men bir narsa tushunmayman. Do'stlar, yo men xato o'ylayapmanmi? Menimcha qo'yni ham, molni ham joni bir xil, 4 ta bo'ladi, to'g'rimi? Ya qo'yni ham, sigirmi, ana ularning joni ham 4 ta. Mana bu hozir o'ldirgan qo'ylarim bilan hamon mollarning joni bir xil emasmi? Shunga qiziqaman. Lekin hozir ko'rib turganlaringizdek qo'ylarni bitta sakrab tosh qilish bilan urib o'ldiraman. Lekin mollarni shunday qilsam o'lmaydi. Ikkita zarbaga o'ladi mollar. Nega bilmayman. Hozir ko'rsataman. Ko'plar menimcha tushunmadi. Men to'g'risini aytaman, uncha gapirishni bilmayman. Mana aytmoqchimanki, buni ham joni 4 ta. Boyagi o'ldirgan qo'yimni ham joni 4 ta edi. Adashmasam. Endi qaranglar. Bitta va ikkita. Lekin boya unga nima qo'yga sakrab turib bitta uribman, u o'ladi. Lekin bu sigir esa o'lmaydi. Hozir ko'rib turganlaringiz sakrab uraman. Qiziq narsa, bu Minecraft xatosimi yo tushunmovchilikmi? Yoki bug'imi Bedrockmi? Xo'sh, Bedrock degan paytim menimcha tushundinglar. Men anavni aytmoqchiman versiyani. Men telefonda Bedrock anavni o'ynayman. Kompyuterlar Java ochadi, Bedrock ham ochadi. Kompyuterlarga mazada lekin. Xo'sh. Men ham yaqin orada notebookimni tuzatib olsam, albatta
videolar qo'yaman. Ya'ni birinchi qo'yadigan ishim balki g'alatidir, lekin doim shunaqa video qo'ygim kelardi. YouTube ochib qolsam YouTube kanal uy hayvonlar, artefaktdagi uy hayvonlarini videosini qo'yaman birinchi o'rinda. Chunki u menga juda yoqib qolgan hayvonlar modi, shuning uchun birinchi o'rinda o'sha modni qo'shib, notebookda o'ynab ko'rmoqchiman. Notebookim tuzalgach. U hozir ustaxonaga berganman, tez orada tuzalishi mumkin. Xo'sh. Bo'ldi, chopdi. Qani. Bo'ldi, bor. Ularni orqaga qo'yamiz. Xo'sh. Bu tushunmovchilikni endi nima deyishni ham bilmayman. Bu nima do'stlar? Yarmi qayin, yarmi oddiy. Qayin bunday daraqam tepasini qo'yaychi. Tepasigacha yo-mayo, bu qanaqa bagda? Minecraft shunaqa. Tushunmadim men. Birinchi marta shunaqa narsa ko'rishim do'stlar. Xo'sh. Agar kimgadir qishloq sidi kerak bo'lsa, bilaman endi hamma YouTube'larga yozib ko'rishi mumkin. Lekin agar kimgadir qisqaroq va lo'ndaroq qishloq sidi kerak bo'lsa, maslahat beraman, girmovchi chitini. Sidini. Chunki unda nima desam, ham buzilgan partak, ham anavi chiqadi. Onu qilmaydi, qishloq. Xo'sh, telefonim giper qilyapti. To'g'ri tushunasizlar. Men loy olmoqchi edim, o'zi. Belkurak nima yasaganman bo'lsa. Xo'sh, baglarni ko'ryapsiz, telefonim qochishini. To'g'ri tushunasizlar. Hammasi sizlar uchun qilyapman. Shu turishda ham lekin video olishni to'xtatmayman, olaveraman. Agar yoqmaygan bo'lsa video like bosinglar. Yoqqan bo'lsa obuna va like bosinglar. Qanday? Mayli, bu gapim xirchinlik bo'lib qoldi. Mayli. Endi to'g'ri tushunasizlar, hammaning ham kuchli telefoni yo'q. Meni telefonim juda qotadi. Endi aytishingiz mumkin, yangi telefon oling deb. Men ham harakat qilyapman, lekin o'zimning ham ishlarim bor, shuning uchun vaqtim kamroq sal. Yangi telefon uchun ham pul yig'aman. Lekin avval notebookim tuzatib olay, bo'ldi. Xo'sh, giper qochish. Telefon orqasi qizib ketdi. Bitta kuller olishim kerak. Bo'lmasa telefonim aniq portlaydi. Cho'ta mod yo qimmatli qilibdi, megati kattalik qilibdi. Yoki o'zi shunaqa qotadi. Lekin telefonni yangilagandim. Ya'ni yangilagandim deganim bu yangi anov kelardi, hamma telefonga kelardi, yangilash degan narsa. Nechidir megat yangilaysizlar. Men 700 megatlarda yangiladim. Endi sizlar ham yangilagan bo'lsanglar bilmasam, endi menga kelgan bir telefonni yangilaganim, uncha qotmagandi. Endi bu safar yangilashga ham yangiladim-da, lekin hali ham qotish bor. Oldinda qilmas edi. Daraxt bor ekan-ku. Daraxt surib qo'yaman. Bo'ldi, uxlay boramiz. Hozircha bizga maxluqlarning muammosi kerak emas. Tayyor.
kimdir ba'zi bir videomda kommentariyasida yozib ketdi va o'chirib ana kommentariyadagi xabarni o'chirdi. Shu kimligini aniq esimda yo'q. Nik ham yaxshicha tan olsa maslahatim. Sizlarga aytmoqchiman, u menga juda yomon bir gaplar yozgandi. Negaligini tushunmaganman. Hali men video qo'ygandim. O'zicha siz unday bo'la olmaysiz. Siz anaqa qiling, keting tinchgina YouTubedan deydi. Yo, meni to'g'ri tushunasizlar endi. Telefon kuchsiz deyapman. Yo, o'zi ham men telefonga mayli YouTube bir video qo'yib ko'rsam, o'zini endi bir 200 tam obunachisi bor ekan. 30 tam, 50 tam videoga. Menga qaraydi, hali siz video qo'yishni bilmaysiz. Yo, qanday endi sizlarga savolda, YouTube ochgan bola hali endi YouTube ochganda, lekin qanday qilib nima desam, endi futbol o'ynashni bilmaydigan bolani Cristiano oldiga olib borib qo'ymaysizlar-ku. Va Messining oldiga. Bu Cristiano yo Messi o'rniga o'ynadi. Shundayda, to'g'ri tushuninglar. Bu ham menga qarang YouTube video qo'yishni biladi. Men hali birinchi o'rinda birinchi marta ochib ko'rishimda. YouTube ochib video qo'yishim edi. U tushunmaganman, menga gapiradi. Shunga hayronman-da. Yo, endi sizlarga tushunarli bo'lsin deb aytaman-da. Misol qilib aytaman, Cristiano Messi deb. Urush qilib ketmasin kommentariyada. Shunchaki aytaman. O'sha kim edi? Keyin kommentariyada o'sha xabarlarni o'chirib tashlabdi o'zinikini. Keyin mana qildim, o'zimnikini o'chirdim. Keyin sizlar noto'g'ri tushunmanglar deb. Keyin so'rashingiz mumkin, kimga aytasiz, unday qilyapsiz deb. O'shanga men ham o'zimnikini o'chirib tashlagandim. U o'chirgandan keyin. Bitta tushunmagan, u nega yozdi menga shu. Shunisi aytsin. Yo, eng qizig'i, men javob qaytardim, mayli. Sizlarga aytganday, shunga o'xshash javob qaytardim. Men hali YouTube'da yangiman, nima bo'pti dedi. Yangi bo'lsangiz bir tuzukli video qo'yishga harakat qilmaysizmi? Hali endi birinchi videoga picha odam hayajon bosadi endi, to'g'rimi? Endi hammani hayajon bossa kerak birinchi videosidan. Keyin menga mahmadonlik qiladimi? Mag'dalik fiji qilib. Xo'p deb indamadim lekin shunga ham so'kmadim kommentariyada. Lekin u men gapiryapti, shunga indamayapman. Kimligini aytsin yaxshicha. O'sha vaqt screenshot qilib olsam lekin xabarni. Keyin topish oson bo'lardi kimligi. Hozir men endi obunachimmi, boshqami endi baribir shu nima yozib ketdi o'sha xabarni bilishim kerak edi. Bir YouTube'da yangi bo'lsangiz bir harakat qilmaysizmi yaxshiroq videoga o'zim bersangiz deb gapimni qilib yubordim-da. YouTube'da yangi bo'lsangiz bir yaxshiroq harakat qilmaysizmi video qo'yishga tayyorlanmaysizmi deydi. Men inson, odamzod dedim. Men hali endi qilaman nima bilmasdim o'zi. YouTube kanal qanday ochganimni o'zi tushunganim yo'q edi, to'g'ri aytay. YouTube qanday kanal ochishni bilmadim. Mana pilsda turgan ekan, o'sha video qo'yardim. Videolar chiqdi, o'sha videolarni keyin qo'yardim. O'shanda qo'ydim, to'g'ri aytaman, g'alati bo'lsa ham. Menga aytadi bir harakat qiling videoga. Endi bu nimasi, tinchgan qiling, o'chirib yuboravering dedi. Bir narsani bilaylik, endi ko'plar shunaqa bo'lsa kerak. Qachonki boshlagan ishimni uddalasamgina tinchiyman. Bo'lmasa tinchimayman. Hozir men maqsadim shu 50 tam bo'lamiz, men javob. Bo'lamiz lekin 100% bo'lamiz. Bo'lmagunimizcha qo'ymayman mana. Qo'ymayman degan paytim YouTube'ga video qo'ymayman emas, shu qilaman nima. 50 ta bo'lmaguncha qo'ymayman demoqchiman-da bu ma'noda. Ko'plar g'alati tushunishi mumkin, o'shanga aytaman. Yurolmay qoldi. Free baxtga. Endi u gaplardan keyin endi pichano bo'ldim, video qo'ya olmay qoldim YouTube'ga. O'shanga sizlardan bir padeshka bo'lib obuna like bosib qo'yinglar iltimos.
Bu bilan men hozir o'zimdan o'zim yolg'on gapirayotganim yo'q. Rostni aytaman. Lekin men ham kutmaganim uni kommentariyasini o'chirib tashlashini. Sizlar ham ko'rasizlar deb o'ylagandim. Shunchaki u o'chirib tashladi, keyin men ham o'chirib tashladim, video turgan. Hali ham video turibdi. Qaysi edi? Nanomidi, Nokia'midi? Bir ana eslolmayman, qaysidir videoga gapiruvdi. Ha, ana Nokia Bedrock ana bo'ladi. Men Bedrock kattalashib pastroqda ana nomi Nokia deb yozilgan adashmasam. Ha, video nomi Nokia. Kichkina harflarda. O'shanda yozganda adashmasam. Keyin men ham javob qaytardim. Shu uzun tarix bo'lib ketdi. Keyin bir 5-jahon urushi bo'lishiga sal qoldimi, endi bilmayman. Nechinchi jahon urushi bo'lsa ham bo'lishiga oz qoldi. Endi men to'g'risini aytaman. Yosh bolaman, ana endi tug'ilgan olamga kelgan bola ekanda. Boyog'il Cristiano o'rniga o'yna yo Varatachan o'rniga tur demaydi-ku. Xuddi shunday tushunaveringlar. Men ham hali endi video qo'yganman. Endi sekin-asta o'rganaman boshqalarning videosini ko'rib. Men sekin-asta ham ana bo'lamiz. Obunachi yig'ilibdi. 23 ta bo'ldik. Xudoga shukr. Ming rahmat shu 23 ta obunachiga. Ba'zilarga u ham yo'q 23 ta. Lekin albatta keyingi safar bundan ham yuqori bo'lamiz. Doim yaxshi niyat va olg'a yurayman, to'g'risini aytay. O'zimni iloji boricha xursand qilishga harakat qilaman oxirgi payt. O'shandan keyin, o'sha voqeadan keyin o'sha voqeani YouTube ochgan paytim edi. YouTube ochgandan beri shunda o'zimni ana qilaman, motivatsiya qilaman. Voy suka. Qishli biyomki yo'g'i do'stlar. Hammayli. Bo'lgancha tezroq bo'lish kerak. Video cho'zilib ketdi juda. Oho, men daraxt chopayotibman, zerikishdan qilib. Bu tomonda video cho'zilyotibdi ekan. Xo'sh, o'zlarasizlar picha gap ana qilib qolmaydi. Gapirmasam ham bo'lmasdi buni. Xo'sh, nima bo'ldi? Ha, qotdi telefon. Oho, qorli. Shu eng yomon ko'rgan biyomimdan birida. Lekin daraxtda yaxshi. Nega yomon ko'raman? Chunki men bu hozir suyuq qor. Ustoy suyuq qor. Hozir tushsam lekin zaybat qilar. Qani ikki blokiga. Qo'liga. Bir blokiga. Mayli. Picha ana suyuq qor bo'lmagan joylarni topish kerak. Ha, men suyuq qor emasman bu. Lekin men bu ustoy suyuq qor. Bu lekin suyuq qor emas. Mana ko'rdingiz hozir men tulkam o'laydi. Men asrab qoldim hayotini. Suka kirib qoldi. Suyuq qor bo'lmay ketganlar. Normalroq joy kerak qishloqqa degan. Qisqasi men o'sha odam bilan endi ayolmi erkakmi bilmayman, qisqasi o'sha bilan men urush boshlamoqchi emasman. Shunchaki nima o'sha payt yozgan jinnilikdan yozganmi yo asabiy bo'lganini yozganmi shuni so'ramoqchiman. Alamizni mendan olmay. Endi o'sha payt bilmayman, alamizni olganmisiz yo boshqasi anaqa qilganmisiz rejasi. U mana shu shoxni qanday olinadi do'stlar bilmaysizlar. Uribdi. Tekis joy ekan, to'xtay. Tekis joy bo'lsa, u bizga kerak. Qisqasi o'sha odam yozsin kimligini. Yana keyin asabga o'ynab, men deb tashlamaydi kommentariyada. Bir kishi yozsin tan olib, keyin ba'zida hazillashib, men deydi, u deydi, men deydi, men chalkash ketaman-da o'shanga. Qaysi birlaringizni bilmayman. Qisqasi o'sha kim bo'lsa ham gap egasini topadi. O'sha odam tan olsin, ana nima yozgani bo'ldi. Menga shu muhim. Nima yozdi, alamidan olgan uchun yozdimi? Shuni oddiy so'ramoqchiman. Shu tomonga ketsammi, bu tomon-ku. Demak, bu tomonga ketamiz. Suka.
Ko'p so'kinapman bu safar videoda. Uzr. Xo'sh, qo'y go'shti bor, qo'y go'shti. Kimga qo'y go'shti kerak bo'lsa, Minecraftga kelsin. Pushti buyam. Yaxshi, yaxshi. Pushti buyam chiroyli, lekin ko'p u yerda qizlar yuraydi, lekin o'g'illar ham yuraydi. Qiziq, shu nechinchi versiyadan qo'shilgan, shu esimga yo'qdi pushti buyam. 1.20 dan qo'shilganmi? Yo'q, ana undan qo'shilgan. 1.19 dan keyin yo 19 ga qo'shilgan bo'lishi kerak shu pushti buyam. Yana bilmasam, shunchaki aytaman. Pushti buyam ham yaxshidir. Xo'sh. Bir kun men Vardenni shahrini topib oldim. Qattiq afsuslandim shu topganimdan. Nega deysanglar, 3 marta effektdan berdi, qop-qorong'u bo'lib qoldi ko'zlarim. Yetmaganga oxirgi Varden chiqibdi, men oldimga o'tibdi ekan orqamdan. Krisaga o'xshab. Va qo'rqib ketdim, ana nima qachon keldi deb. Ovozim eshitilgan yo'q, ishonasizlar. Yo'q, konni. Shu kun bitta zarba bu yerda qalqonim sindi. O'zim o'lay dedim. Oxirida ho'kizlar bo'lib ketdi. Bitta ikkinchi bu qilich 2 ga sehrlangan omad. Luti. Ana dabecha deyishadimi? Luti o'shada. Inglizchasiga luti, ruschasiga dabecha. Bu sehr orqali sizlardan moblardan ko'proq narsa tushadi. Ya'ni tushish ehtimoli yuqori demoqchiman bu bilan. Lekin buni ko'proq wizard skeletlardan foydalanishadi, ayniqsa artefakt. Ya boshqalar ham ishlatadi, men lekin ko'pincha artefaktni ko'rganman demoqchiman bu bilan. Men ham artefaktni ko'rib turaman. Lekin obunachi emasman. Aytib qo'y. Men faqat nomini ko'raman. Lekin aytib qo'y, agar biza elita bo'lsak, artefaktga obuna bo'laman. Kim artefaktni yaxshi ko'rsa, hozir menga obuna bo'lsin. Men artefaktga obuna bo'lib qo'yaman. Elita bo'lgach. Hoppa, sen qishloqqa chiqmay qoldik-ku do'stlar. Nima qilamiz? Aqqa qayinlik joy. Naqqa ketamiz demak. La'nati. Va men aytmoqchiman, agar bizning obunachilarimiz Xudo xohlasa bo'ladi, 100 ta agar bo'lib qolsa, obunachilarimiz 100 mingta emas, 100 ta. 100 ta bo'lgach aniq qilaman. Nima bu modlarni qayerdan olayotganimni aytaman. Kanalmi, ilovami yo front boshqa narsami qayerdan olayotganimni aytaman qisqasi. Telegram kanal ochsam kerak endi 100 ta obunachi bo'lgach, yo 100 ta obunachidan oldin ham ochishim kerak. Yaqin atroflarda ochaman Telegram kanalim. Shunchaki birikki ana bo'libman, qo'lim kelishyapti endi sekinstalik bilan. Keyin rudalardan degan modimdan juda ana bo'ldim, xafa bo'ldim. Redstone'dan tusharkan o ko'zlari, men uni nima desam, nechidir ana qildim, nima cho'chqalar bilan savdolashdim, keyin yana ko'p ishlar qildimda topdim. Adashtirmagan bo'lsam, adashmasam shunday topuvdim. Rudalarda modim yo la'nati nima topganimni qaraydi. Agar chankim kam bo'lsa ham, uzoqqa ko'rishim kam bo'lsa, men bilaman. Raydenlar uyi. Men buni ko'rmas, hididan sezaman deydi-ki. Men seni 1 kilometrdan sezaman, sassiq popshak deydi-ki. Bitta anonni aytganman. Bu bilan hech kim maza qilmayman, shunchaki aytaman. Anonni ko'rdim, bitta youtuberdan shu kulgilida. Kayfiyatim bu yo'q bo'lgan paytlar ko'p turaman. Hozir esa men kayfiyatim aqqa tursin, hozir men aqqa qanday o'tishimni bilyapman. Qalqonim, xarakka men qalqonmadi bu. Bitta yetmadi. To'g'ri, bunaqa qanaqadan bo'ladimi? Masalan, mana pul ekan. Endi o'xshaydimi yo'qmi, aniq bilmayman. Bu mod juda qalqon modim oxirgi payt yomon ishlayapti-da. Zarba u topdi.
Nega bilmayman. Uni g'orni palaski. Galim bor ekan. Shu qilib boshim kerak. U yerda qurish muammo bo'lishi mumkin. Voy! Qo'rqitdingni o'li sanam odammisan. Sen odam emassan. To'xta, bayroq kiyim keraksan. Bayroq. Adashmasam tushda idishda. Osmondan tushibsanmi? Yo'toq qo'yib qo'ymasam hozir o'laman. Yuzsizda o'laman. Agar tepaga ham bo'lsa. Adashmasam ingarga tushdi. Ha, tushibdi. Birinchi darajali, mayli roziman. Chiroyli daraxt. Yo'q-a. Daraja tishchasi va bu. Ovozini bitta eshitaylik-chi. Ret degan paytda shunaqa qilsam bo'ladi. Bu o'zi nimadan yasalgan kim biladi? To'g'risini men bilmayman shu nimadan yasalishini. Qo'rqaman ko'proq. Va mana buni ichib olsam. Qiziq, hozir qishloq chiqib qolsa o'ldim-da. Shuni hamma o'zlar tushundinglarmi o'sha? To'xtanglar. Raydanlar uyidan ko'p men qishloq topaman. Va qishloqni qidirishga harakat qilyapman. Mayli, nima bo'lsa bo'lar. Galim tog'oni ozod qilmaymiz. To'xta, qilsang lekin hammasini pachaqan chiqarar, Galim. Qilmasa ko'proq foyda yo'q. Bankni ko'ryapsizlarmi? Havoda zo'r ketyapti. Men qarshi bo'lmasanglar kerak. Hech ishlatmayman degandim-ku, lekin buni men yozganim yo'q, o'zi yozilgan ekan. Shunday. Iflos. O'tma. O'zing o'ldiraman. Kesadigan joying kesib qo'yaymi? Anvil otsam lekin zo'r bo'lardi. Qochish kerak. Suka. Creeper yuribdi oqqa. Shu daraja tushdi-da, samolan vaqti eng tezroq surmasa, o'z mana shu asab ko'ylar. Lekin men to'g'risini aytsam, Raydenlar uyi bilan yaxshi olmadim kerak. Lekin men idishlar bilan salgan omadim kelmaydi. Bu bilan aytmoqchiman, buni hozir versiyalarda yangichasi ham qo'shilib ketgan-ku, nima desam, 1, 2, 3, 4 da ham raqamlisi. O'sha raqamlardan demoqchi emasman. Bu bilan bu idishda menga juda kamyob tushadi demoqchiman. Ba'zi payt tushmaydi va qaysi tomonga ketishini bilmayman. Yo, u tomonga borsammi? O'le, o'g'lim qo'rqitdi. X-ray qo'shib qo'ymam debman. To'g'ri tushunasizlar, ekranni juda qattiq bosaman va sizlarga ham ovoz eshitiladi. Chunki videolarni o'zim ko'rib, eshitib ko'rdim. Albatta, so'z beraman, shu taxtali qalqonni o'tiraman. Agar ana topsam, nima olmos topsam, o'rniga olmos yeysin ishlataman. Men qo'rqitib odamni. Hozir muzlab qolayotganda negadir
Telefonim esa orqasi giper darajada qizidi. Oho, qizisham gapmi, portlayman demoqchi. Hammanglar portlasa ham bitta ko'zim ketadi. Bitta ko'zni sotamiz, bittasini ketkazamiz. Mana portlash kattasi bo'lyapti. Juda gapim yoqmadim deymanda shunga. Portlasang deb o'shanga o'yladi. Endi portlasam, portlamasam deb telefonim. Paqir yasash bu ahmoqlik bo'ladi. Agar hozir bork temirimga 3 ta ekan, qalqon yasash ham ahmoqlik. Qalqon chunki taxtali bor, ham u qalqon sinib ketadi, bu sinmaydi va bu ham himoya qilyapti-da, bo'ldi. Qiziq. Qaysidir videoda, moblar, yo'q qishloq bo'ldi. Faqat mana bu ikkitani o'ylayapman. Men ichmay turay hozircha. Juda to'g'ri aytsam, gapimda hozir o'ylayapman, juda g'alati eshitildi deb. Ichmay turay hozircha deb. Xato gapirdim shunga. Shunga xato gapirdim. Gapim xato ketdi lekin. Juda xato ketdi. Men to'g'ri tushunasizlar. Sal yangiman degandim. Menimcha ba'zilar tushundi, ba'zilar tushunmadi. Tushunganlar tushundi. Tushunmaganlar tushunmaganing yaxshi, chunki tushunsang qiqirlab kulasan o'zing. Shundan o'lib qolay deysan. Tushunib qolgan shu gapimni. Ana somonlarni yig'amiz. Qiziq, shu somonga qiziqaman-da. Nechi blokdan asraydi bizani do'stlar? Esimga yo'qda. Siz cheksiz agar pastimizda turgan bo'lsa, voy galim tog'i bor ekan. Hozir galim tog'i bilan savdolashamiz-da. Hozir undan oldin men somon bloklarini yig'ib olay. Chunki kim bilar balki ovqat sotmasi u. Yo sotsa ham menga baribir somon blok tepadan yiqilsam kerak bo'ladi. Ajdarning oldiga to'g'ri aytsam, siliz blok bilan yaxshi bo'laman. Yaxshi qana qila olaman-da, mashq qilganman siliz blok bilan. Ay galim tog'i, siz nima sotasiz? Wow, da qimmat tog'i bu nezurayt narsalar tayoqcha-da. Yo, orton sixran bo'ldi Yo, portal bo'ldi biza momomiz. Hal qidiryapmiz portalni 100 yillab. Bo'ldi tog'i hozirda non kerak ekan. Ana shu. O'tga qo'ydim to'g'ri. Bag bo'lib qoldim dedi. Ana uydan tez ko'ramiz nima bor. Non bor. Xo'sh, potato qo'yamiz. To'g'ri. Endi bizga ovqat ham kerak. Qishloqlarga bayram buni. Kayf qilishdan bitta. To'g'ri aytsam, juda yomon gapiryapman oxirgi payt, bilaman, uzr. Adashib gapiraveribman. Xo'sh, tayyor. Endi u yoqqa qaraymiz, bu yoqqa qaraymiz, non qidiramiz. Yo'q. Bu uyni tekshirdik, u yaxshi. Bu uyda sandiqli uylar ko'p ekan. Qaranglar, xonaqa bitta, vaqqa bitta, ikkita, 3 ta. Xona bilan 4 ta. Yomon emas do'stlar. Qishloq, wow, sumrat bor ekan. Lekin sumrat kerakmi, yo'qmi shuni bilmayman. Ko'rmadim-da chunki. Qishloq bilan kerak bo'lib qoladi. Nima yashading? Chiqar iflos, chiqar deyapman. Bor boyliging chiqar iflos. Sen nima qarab qolding? Yo'g'on. O'z sen ham do'stingni ahvoli tushunasanga. Nihoyat tushdi. Va kutubxonachini uyim ekan bu. Yo'q, kutubxonachi emas. Qaranglar. Sandiqli uylar 4 ta edi, 5 ta. Buni tepasida ham sandiq bo'ladi do'stlar. Aytdim. Bu non esa kerak bo'ladi. Chunki ana bilan savdolashish kerak ekanda. Nonga savdolashish ekan va bu qanaqa bo'ladi uy? Nima? Galim tog'i qayerga ketyapsiz? G'irromga qilmang. Kutib o'tiring, tog'i. To'xta,
Sen to'xta. Lan galimni ursam men hozir urib yuboray. Mushukcham yomon biladi qayerga qochishni. Galimni oldiga. Men ura olmaydi deydi-da. O'zim uraman, shu suylan bo'shashib ketadi. Ya iflos rosta aqlli ekan. Bitta tushibdi. Mayli. Baribir to'xtaydi. Hozir men bu toshni qurollarni qo'ydi. O'zi aniq yo'q, va cho'chini ko'proq qilamiz chunki unga anavi ekan. Tog'a to'xta. La'nat blokni ko'proq ishlatib qo'yibman. Mayli. Bunday qilamiz, bunday qilamiz. Keyin bunday qilamiz. Joybom qolmaganini ko'ramiz. Keyin mana qilamiz, mana deymiz. Bu naxuy kerak deymiz. Keyin o'ylab qolamiz. Nimadan eritish kerakmi dedi. Yo'q deymiz. Keyin mana buni tashlaymiz. Kirkani tashlaymiz. Kerak emasligi esimizga tushadi. Balki totem ham ishlarmiz. Chunki men totemni ana o'qimoqchiman. Red o'tkazib ana yig'ib olmoqchiman. Chunki idishchasi bor menda. Shuni nima sotardi? Ha, non. Nonga bu kerak bo'ladi. Tog'a tugab qoldi narsasi. Iflos tugagan rostdan. Mayli. To'xta, non qoldim, non ye. Baribir endi savdo qilishmaydi. Faqat inventarimga joy kam qoldi, shuning uchun hozir xaltacha yasab olishim kerak. Faqat shu almashtiraman, xaltachani qanday amal qilinishi, qo'yilishi. To'xta, men bunga anavi ham ko'rdim. Menga hozir shular yo'q, yaxshi. 11 ta toshim bor. Toshga nima olinardi? Eslolmayapman. To'xta, uni oldim, men loy bloklardan olay. Ana aslahalarga kerak. Shu 11 ta. Men toshim kavlab olaveray. Nezorat kirka. Yaxshi kovlaydi, juda zo'r. Tayyor tosh kovlab oldik. Qani tog'o. Galim tog'o. Bir ursam hozir karilib kelasiz-da menga o'zi. To'xta, nima yo'q edi hozir? Shim yo'q edi. Mana bu karta aslaha yo'q edi. O'zi loyam tugadi endi. Do'stlar. Zo'rki bu do'stlar. Kan sotib olsak bo'lak. Demak, qaranglar. Tushundim. Bu tugab qoladi, keyin mana bunday qilish kerak ekanda. Men chiqib ketdim. Endi yana qayta bossam, mana bagmi endi bu nima bilmayman. Endi menda bo'ldi. Yomg'ir esa menga kerak emas. Chunki hozir bu mahluqlar paydo bo'ladi. Galim tog'amizni esa yeydi bu mahluqlar. Aytdim, halatdan 3 ta zombi, bittasini balasi ham bor. Men tomonga bittasi. Iflos. Xo'lang, yuribsanmi? Jim yo'q. Yo'q, galimni urma. Ur, sanam ur. O'lma. Temir. Bu o'lmasligi kerak. O'l. Buni davolashdan oldin tez narsa sotib olay. Shu keraksiz va yaxshi. Undan oldin esa bu uchun joy qoldirish kerak bo'ldi-yu. Bularni kiyib olamiz, joylarni tejaymiz iloji boricha. Shu red idishchasi ham kerak emas, albatta sol bo'lmaydi. Galim tog'o, shoshilib turmay. To'xtang, bunga temir blok bormi? Yana boshqa bor ekan. Ular daraxt evaziga ekan. Bular ham tugadi, sotib bo'ldi. Men hozir temir olib qo'yib, buni hozir ololmay qolaman. Va mana buni kakrasda 3 ta. Bitta, 2 ta, 3 ta, 15 ta. Hangi 2 ta kerak asli? Nimadir qoldi-da shu. Esladim. Buni otamiz, buni olamiz. Loy yo'q ekan, loy kelaymiz.
Bu video xursandman chunki ancha qisqa bo'layotgan, chunki ko'p videolar ham uzunlashib ketadi. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Ularni qisqa qila olmayman. Chunki hali uncha bilmayman. Aytganimdek, nezorat narsalar sinarmikan shuni o'ylayapman. Shu nima yo'q edi? Ha, oltin blok. Oltin blokni mayli olamiz. Anoni ko'proq olamiz. Nima edi nomi? Olmos bilan tayyor temir va olovli tayoqcha. Usiz ham M portalni ochish qiyin. Jamchik esa bor va bundan ko'p 7 mayli, baribir buni kufon qilsa bo'ladi. O'shan nima olishim kerak edi? O'ylayapman. To'xta, bunday qilamiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz. Ochamiz, o'ylaymiz. Keyin esimizga tushmaydi. Nimadir qilmoqchi bo'lamiz. Esimizga kelmaydi. Keyin o'ylab o'tiramiz, esimizga keladi. Shu modni ham o'rganishim kerak edi. Bittada shunday hammani qilib tashlaydi-ku, non yasab tashlaydi. Adashmasam bu bu Javaga shunday qilsa bo'ladi. Bitta bosh orqali qilib hamma joyda. To'xta, men bolta olmadim. Bolta nezorat bolta sotmayganda. To'xta, qimirlama, otaman. Olmoslardan ko'proq qolamiz. Daraxtimiz ko'p, shuning uchun olib boramiz. Va gipr qochish bo'lyapti, mayli to'g'ri va tayoqchadan olib qolamiz. Keyin esa bundan olamiz, iloji boricha ko'proq. Va mayli 300 takday bo'ldi. Yetadi. Va endi raidni hozir idishchasini ichsam, shu yerda raid bo'ladi, shuni o'ylayapman. Chunki bir marta ham shunday qildim. Hozir bir marta ham shunday qildim, o'xshamadi qishloqqa. Mana shu ichimlikni ichirdim-da, lekin o'xshamadi. O'shanga o'ylayapman, hozir qilsam o'xshaykanmi, o'xshamaykanmi, shuni yaxshilab o'ylab olay. O'z blokim o'ziga to'l bo'ldi-ki, menga bittagina olmos blok kerak. Buni maydalashim kerak. Bolta esa bo'laman o'zimga. Keyin men bilan keraksiz. Bu keraksiz. Kamon sotmay ekan, shunisi yomon bo'ldi. Tortib boramiz. Do'stlar, agar kamon sotmasa, tatem shart emasdi. To'xtang, eslab bo'ldi shuni. Nima qilishimni esladim. Yaxshi bilib oldim. Balki temirni olamiz. Bu nimaga berilgan eslaymiz? Paqirga berilgan. Biz paqir water drop qilamiz, paqir dropmiz. Keyin nima yasaymiz? Bo'laysan. Bu uchun menga tayoqcha inventlarimga bor ekan. Bom ketadi shekilli. Yana olmoslar nima yasalmagan qoldi. O'ylay. Shuni esimdan chiqardim. Solib olmay, qiziq. Ikkisi kerak adashmasam. Hoppa qil. To'xtanglar. Yana xato qildim do'stlar. Buni otamiz, yo'qotish kerak bir qilib. Tinchginaman bitta qilaman, nima? Temirni maydalaymiz, temirdan yasayman do'stlar, nima deysizlar? Chunki qildi, nima? Asabga o'ynadi. Temir baribir zo'r. Temir legenda, temir. Chunki temirdan ko'rasizlar juda ko'p narsa yasab bo'ladi, shuning uchun. Qat'iyan. Qat'iyan modimizni qaranglar. Qo'yqchoni maydalaymiz. Bizga esa 12 ta kerak, tayyor. Keyin jamchik bilan birlashtiramiz. Va bittasini otib ko'ramiz. Agar yerga ko'milsa hayron qolaman. Yo! Pasimiz M portali. Qaranglar. Hozir yo, parsimizda emas ekan, adashma. Uchib ketdi bo'lsa ko'z. Iflos joyga uchib ketibdi, bo'l. Xursand bo'lman, parsimizdan ekanmidi.
Vaqtimiz bo'lsa ham kovlamasdim, ishoninglar. O'sha qilsam bo'lardi, shunchalik omadli emanmidi. Birinchi qayerdan boshlayapman mayli. Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa. Hop, hop, hop. Hop, hop, hoppa. Tayyor. Negadir 3 ta ortib qoldi deyishim mumkin edi. Lekin xarid qildim, esimga tushdi. Men 15 ta sotib oldim, chunki 5 tadan berardi. Tatam. Va bosamiz, keyinchisi boyagi daraxtlarni olamiz. Esladim endi. Osh, karnak kerak emas. Somon blok kerak bo'lishi mumkin. To'xta, o'zi blok kerak menga, to'g'risini aytsam. Mana pechkalar kerak emas, baribir. Nima qilamiz haqqa? To'qiydim pechkalar. Jemchiqlarni birlashtiramiz, joy olib bekorga. Bu o'q muammo bo'ladi shunisi, lekin katta muammo. O'q men qanday yasashim mumkin? Kremniy ham yo'q menda. Belkurakni ham tiqib qo'yamiz, blok qo'yamiz o'rniga. Va to'xta. To'xta, zo'r fikr bu. Hoppa, mendan xafa bo'lmaysizlar. Blok kerak, aqqa qurishni o'zi bo'lmaydi, elitra ham yo'q. Men bu gaplarni qishloqlarga aytyapman. Chunki buzib ketyapman joylarni. Ular o'ylab shu joylarni qilgan. Xo'sh, chikka pikka bo'libdi hammasi zo'r. Normalniy. O'yli yetadi, shuncha javonsi boshqalarni ishlatamiz. To'xta, men hammasini oldim, qaqonim bor. Va mana shu tomondan qazing. Topganimni qaranglar. Va bizda nezorat kirka bor-ku. Shu orqali ham blok to'plasak bo'ladi. Obsidianni ham normalniy sindiradi. Xo'sh, adashmasam to'g'ri joyga qo'yapman-a? To'g'ri joy ekan. Juda to'g'ri joy. Faqat muammosi bor. Nima desanglar, u yerga chiqish bo'ladi. Mana endi dragon odam shunday qo'rqitadi. Xo'sh, qani. Blok deyarli tugan. To'xta, mana bu bo'l. Tayyor. Xo'sh, bu kanal ragetdan qaniydi? Mana shu chiqib olsin-da, qalqon ishlayapti. Chunki mana ishlamay qoladi bu mayli. Ishlayapti bo'ldi. Ragatga ham normalniy. Tekis o't oldi deyarli. Tayyor. Shunday aqqa ana temirli bo'lishi mumkin. Bilmayapman. Suka, bitta o'q nobud qildi. Dragon yo'q. Eshitilyapti, chunki ovozdan past qilganman. Portladi, yaxshi. Shu yerda drop qila olamanmi? Qamadim ham, qildim ham. Aytdim-ku, baqqa qafaslar bo'lishi mumkin deb. Aqqachi? Aqqa yo'q ekan. Qilsam bo'lar, otsam bo'lar bu. Sen eshiging tepma, yopshasan. Yo'q. Tegimma. G'uncha bo'lyapti, g'uncha. Abbo, la'nati. O'qim ham qolmabdi. To'g'ri desam, nasib o'ynayapsan. Qo'shilmish. Suka. Kutingga qurting bormi, zarar qilding sen. Endi tosh nasib o'ynay. Bitta, ikkita zarba beramiz. Hoppa. Tufurma.
Xo'sh, oltonlar ko'p yeyveramiz, sexlarni ham. Yo'q, quramiz endi. O'tirib quramiz, chunki u zarba bersa ham ko'rib olmayapman. Xo'sh. Iloji boricha tez. Ha, qafaslaydi. Qancha zarba berdi u menga. Bloklar kam qolyapti borgan sari. Va la'natma bu tepaga ham bor ekan-ku. Bu tepadagi esa muammo bo'ladi bizga. Xo'sh, bizga sinmaydigan blok kerak. Bu nimaligini bilaman. U sindira olmaydi, lekin biz sindira olamiz bu blokni. Sen atayım. Hapsiydi yani, endi olma. Xo'sh. Deyarli 3 tagina hozircha yetadi. Chunki ba'zi bir joylarda qurmoqchiman. Xo'sh, endi ko'rib qilish kerak. Ko'rib bo'lmasa, asab ko'ying. Hapsiydi. Billah. O'ldim, tirik qoldim. Men blokim olib, sen po'qqon. Qanday o'tibdi? Bu ham ishlamay qoldi qalqon. O'tmasligi kerak edi zarba. Korotchi mana shuni qurish kerak. Buni yaxshigina ko'p bo'lib ketadi. Tezroq. To'xta, chunki kerak. Kim bilasizlar bundan maydalaymiz. Tezroq iloji boricha. Please. Bu ketdi. Juda oxirgi payt vaterdrop qila olmayapman, nega bilmayman, lekin albatta yaxshiroq vaterdrop qilishga harakat qilaman. Ya la'nat, unaqa ham bor ekan. Bu ishlab ketdi qolgan. Sindirmayapti shu. Shoshilmasdan. Qarang, biz nechinchidir qavatga tushib qolamiz, oxirigacha bormaymiz. Suka, mana qilmay turaylar, iltimos. Nima menga? Bitta qoldi. Yana bir ish qoldi. Bu safar точно qildim, точно 100% men qildim. Yo'q, nima desam, men qildim-da, vaterdrop. İçiga ana tuproq to'lib ketganda aytdim-ku. Bo'lganini shunday otmoqchi bo'ldim. Mana shu chiqish kerakmi, adashmasam shu yerda edi. Bunday qilamiz deb blok qo'yamiz deb tezda chiqamiz. Sal qoldi, tuproq menga tegadi.
Lekin boyagi Waterdrop sekan stalik bilan o'xshayapti. Waterdropimizdan ko'rganlaringizdek, xo'sh. Sanam blok tugab asabga o'ynadi. Blokim rostmi tugab qolibdi-ku. Endi maksimum ishlatamiz. Chunki bizga anav kerak hali. Xo'sh, endi tez bo'lish kerak. To'xta, mana egilib qilmasa bu so'z men o'ldiradi. Xo'sh. Xo'sh, iloji boricha tezroq. Nechta bo'liydi. Yo'toq bilan portlataman bu yaramasdan. Xo'sh, tayyor. Amal sindirib o'tmaymiz. Qaraymiz qattaydi. Baxki. Mana neshinchi anav. Mana Waterdropning ichida. Olovga qarshilik bor. Qanday tegdi desam. Bo'ldi. Portlash tomonmi? Yedingmi? Yana bor. O'zim o'lib qoldim-ku, zato ancha jon ketdi. Joni. Tezroq surmasak, hozir maxluq anoqlar yopishib ketadi, shunday talpa boshlanadi. Creeper bo'lsa oldimga keyin yomon bo'lardi. Xo'sh, aqqam yotoqlar bor edi. Kesam bo'lardi. O'zim bilan. Ana uylarning ichida. To'xta, mana bular o'chib qo'yaman. Menda obsidian kerak, Chunki hamma joy olov bo'lib ketib qo'yadigan anov yo'q. Obsidianni esa u sindira olmaydi. Ikkita yenak kerak. Obsidian bor, yo'q. Biz olmani o'rniga qo'yib turamiz va yoqqa borib turamiz va u ham keldi. Tufla. Yaxshi bu. Jonlar chiqdi. Uzoqroqqa portlatamiz. Bu safar esa yana portlatamiz. Tayyor. Oxirgi kravat qoldi. Undan esa biz o'zimiz bilan narsalarni tayyorlab turamiz. Oxirgi kravat kelishi uchun joy tayyor. Dragonning yaxshigina joni ketdi. Hattoki zo'r desam ham bo'ladi. Uchib ketding qo'rqoq. Qo'rqoq senga aytmadim. Kel yo'qol. Necha? Kim zo'r o'ldiraman? Bunaqa hozir bular bilan aralashibman. Dragonni qolishi mumkin. To'xtaydi, do'stlar. Hozir men buni qilmasam bo'lmaydi. To'xtasizlar. Yo'q, mana shu ustidagi to'xtlar. Hozir darajani hammasi olovga tushadi. Yo'q, boshqa narsa bo'ladi. Ajdarga endermenlar yopishyapti, qanday joyga.
Tavba, yo'llaringda. Yep. Tayyor. Oh. Yo, kriza. Bunday bo'lmasligi kerak edi. Короче, darajaga uxlab qoldim. Video yoqqan bo'lsa, obuna va like bosib qo'yinglar. Oho.